Assalomu alaykum Chintecha Agro obunachilari, YouTube tomoshabinlarimiz. 9 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan motobloklarimizga chegirma e'lon qildik. Chegirmamiz dekabr oyining 5-gacha davom etadi. Birinchi motoblogimizni tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu motoblogimiz 9 ot kuchli Samurai brendiga tegishli motoblok hisoblanadi. Bu motoblogimizni balonlari 5 ga 12 bo'ladi. 177 9 ot kuchli motoblok. 9 ot kuchli motoblokni ko'rishinglar mumkin. Korobkalari 15 ot kuchli katta korobkalardan qo'ydirilgan. Motorlari 177 lik motor, benzinli motor hisoblanadi. Bu motoblogimizni narxlarini chegirma narxlarida 4 million 500 ming so'm qilib beramiz. Frezalari bo'ladi komplektda, 4 qatordan 8 qator frezasi bo'ladi. Navbatdagi motoblogimiz Takara brendiga tegishli 15 ot kuchli motoblok hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin, oldilari LED faralar bilan jihozlangan, motorlari 190 benzinli motor. Bu starterli varianti. Ko'rishinglar mumkin, akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan qo'ydirilgan, undan tashqari balonlari ham pachipnili balon bo'ladi. Balonlari 6 ga 12 bo'ladi. Bu pachipnili balonni bemalol aravalarga ulab ishlatsanglar bo'ladi. Bu motoblogimizni chegirma narxda 6 million 700 ming so'm qilib beramiz. Keyingi motoblogimiz Avangard brendiga tegishli bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, bu motoblok ruli uzun varianti. Oldilari LED faralar bilan jihozlangan. Balonlari bo'lsa, buni ham 6 ga 12 bo'ladi baloni. Balonlarida pachipnilari bor. Pachipni bemalol aravalarni ulab ishlatsanglar boshqarishga ham qulay bo'ladi. Bundan tashqari bu motoblogimizni komplektida kartoshka kavlagichlari ham bo'ladi. Bu ham starterli varianti. Ko'rishinglar mumkin, akkumulyatorlari ham starterli varianti hisoblanadi. Bu Avangard brendiga tegishli motoblogimizni chegirma narxda 6 million 800 ming so'm qilib beramiz akalar. Komplektda 5 qatorli frezasi kartoshka kavlagichlari bo'ladi. Keyingi motoblogimizga keladigan bo'lsak, keyingi motoblogimiz Zubr brendiga tegishli 190 motorlar bilan jihozlangan motoblok hisoblanadi. Bu ham rollari uzun varianti, starterli varianti. Balonlari ham 6 ga 12 bo'ladi. Bu motoblok ham balonlari pachipnili varianti. Ko'rishinglar mumkin, bu motoblogimiz avtomat varianti hisoblanadi. Skoroskga bitta solib qo'yib, shundan boshqarsanglar bo'ladi. Bu Zubr motoblogimizni chegirma narxlarida 6 million 400 ming so'm qilib beramiz. 190 benzinli varianti bu. Vozdux filtrlari ham maslinli bo'ladi. Bu yoqda gulshitrlari ham temirli varianti. Hamma motoblogimizni gulshitrlari temirli varianti, vozdux filtrlari maslinli vozdux filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Navbatdagi motoblogimizga keladigan bo'lsak, bu motoblogimiz Avangard brendiga tegishli bo'ladi. Bu startersiz varianti hisoblanadi. Starter kerak emas deydigan akalarga shu variantini qilib beramiz. Oldida LED faralari bor, ko'rishinglar mumkin. Bu ruli kalta varianti. Bu ruli uzun variantlari edi. Bunisi esa rullari kalta varianti. Kimgadir ruli kalta, kimgadir ruli uzun varianti ma'qul keladi. Bu motoblogimiz balonlari 6 ga 12 bo'ladi. 6 ga 12 balonlar bilan jihozlangan. Bu motoblogimiz narxlari chegirma narxida 5 million 300 ming so'm qilib beramiz akalar. 5 million 300 ming so'm. Buni ham komplektda 5 qatorli frezalari bor. Frezalarni ham ko'rishinglar mumkin. Original, qalin, yaxshi sifatli frezalar bilan jihozlangan akalar. Kelsanglar, xudo xolasa hammasini aytib o'tilgan narxlarini ichida korobka,
motorlariga moylarini quyib, yurg'izib, ishlatib beramiz akalar. Hammasi sifatli varianti. Buni ko'rishingiz mumkin. Korobkalari ham hammasini usilinli katta korobkalar bilan jihozlangan. Keyingi motoblogimizga keladigan bo'lsak, bu motoblogimiz Excalibur. Ko'pchilik ishlatgan akalarimiz bilishadi buni sifatini. Bu benzinli varianti. Motorlari 190. Benzinli motor. Balonlari 6 ga 12 bo'ladi. Balonlari 6 ga 12. Bu motoblogimiz komplektda frezalari bor. 5 qatordan 10 qator bo'ladi frezalari. Narxlarga keladigan bo'lsa, narxlari 7 million 600 ming so'm qilib beramiz. 7 million 600 ming so'm. Aytib o'tilayotgan narxlar dekabr oyini 5-sigacha amal qiladi akalar. Keyingi motoblogimiz ko'rishingiz mumkin Zubr brendiga tegishli bo'ladi. Motorlari 192 lik benzinli motoblok hisoblanadi. Zubr benzinli motoblok. Buni ham balonlari 6 ga 12 bo'ladi. Vozdux filtrlarini ko'ryapsizlar, maslinli glushitrlari ham temirli varianti. Statorli bo'ladi. 6 ga 12 balonlari bu ham patchpneli varianti. Aravalarni ulab bemalol ishlatishingiz mumkin akalar. Hop, keyingi motoblogimizga o'tishdan avval bu narxini aytib o'tamiz. Bu 192 benzinli motoblogimizni chegirma narxida 6 million 600 ming so'm qilib beramiz. Oldilari shu LED faralari mavjud. Motoblogimiz ko'rishingiz mumkin Avangard brendiga tegishli 192 benzinli varianti, 192 motorlar bilan jihozlangan. Filtrlarini ham ko'rishingiz mumkin. Filtrlari maslinli, glushitrlari temirli varianti. Bu motoblokni ham balonlari 6 ga 12 hamda patchpneli varianti balonlari. Rullari ham uzun varianti. Bu motoblogimizning narxlarini chegirma narxida 7 million 100 ming so'm qilib beramiz. Motorlarini ham ko'rsatib o'tamiz. 192 motor. Korobkalarini ham baquvvat moshinalaridan qo'ydirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, akalar, keyingi varianti bu Dubay varianti hisoblanadi. Dubayga eksport qilinadigan varianti. O'zimiz uchun Abrezesga sanoqli olganmiz. Kimga agar shunaqa varianti ham ma'qul keladigan bo'lsa, qilib beramiz. Buni balonlari shiroki, kichkina balon bo'ladi. Rullari uzun, statorli varianti. Oldilari shu faralari mavjud. Bu motoblogimizning narxini chegirma narxida 6 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bundan keyingi motoblogimiz Samurai brendiga tegishli bo'ladi. Bu motoblok ko'rishingiz mumkin 190 motorlar bilan jihozlangan, statorsiz oddiy varianti. Balonlari 5 ga 12 bo'ladi balonlari. Korobkalarini ham usilinli 15 ot kuchli motoblokni korobkalari o'rnatilgan. Bu ham shu skorousli varianti. Frezalari 4 qatordan 8 qator shu qalin, yaxshi sifatli frezalar bilan jihozlangan. Bu motoblogimizni chegirma narxida 5 million 100 ming so'm qilib beramiz. 5 million 100 ming so'm. Benzinli motobloklarning hammasini qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik akalar. Endi navbat dizelli motobloklarimizga yetib keldi. Hozirda do'konimizda 3 xil variantda dizelli motobloklarimiz mavjud. Birinchi motoblogimiz 190 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu dizelli varianti. Ko'rishingiz mumkin. Vozdux filtrlari ham
Yangicha varianti i bu yoqda gulshiterlari ham temirli bo'ladi. Bundan tashqari 28 lik akkumulyatorlari mavjud. Bu statorli varianti. Balonlari 6 ga 12 bo'ladi balonlari. Bu motoblogimiz chegirma narxida 6 million 900 ming so'm chiqadi. Akalar 6 million 900 ming. Navbatdagisi Avangard brendiga tegishli. Bu ruli uzun varianti. 190 motorlar bilan jihozlangan. Motorlarni o'ziga o'yib yozilgan 190 motor. Balonlari 6 ga 12 bo'ladi. Balonlari bu motoblokka komplektida frezasi hamda kartoshka kavlagichlari ham mavjud. Bu statorli variant hisoblanadi. Oldilari LED faralar bilan jihozlangan. Balonlar ham pachipnili varianti, bemalol aravalarni ulab ishlatsanglar bo'ladi. Bu motoblogimiz narxini chegirma narxda 7 million 600 ming so'm qilib beramiz. Keyingi motoblogimiz bu dizelli motoblok, 190 motorlar bilan jihozlangan. Bu statorsiz variant hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, balonlari 6 ga 12 bo'ladi. Motorlari 190 motor, dizelli motorlar bilan jihozlangan. Bu ruli kalta varianti. Bu o'rtadagi ruli uzun varianti edi. Bunisi esa ruli kalta varianti. Ko'rishingiz mumkin, bizda qo'shimcha agregatlarni ham turli xil variantlari mavjud. Bemalol aloqaga chiqsanglar, birma-bir rasmlarini, narxlarini tashlab beramiz. Bundan tashqari bu motoblogimizning narxlarini chegirma narxida 6 million 300 ming so'm qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Chintaj Agroga murojaat qilishingiz mumkin. Ishinglarni sifatli qilib bitirib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchalarni Chintaj Agroda kutib qolamiz.